Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Odam duo qilayotganda Robbisini juda ham yaqinda, gunoh qilayotganda esa ancha olisda deb o'ylaydi. Meni o'ylashimcha, qiz bola, ya'ni ayol kishi o'zini o'zi qizg'onmasa, erkak kishining qizg'ongani bir teng. O'lgandan keyin ikkita ehtimol bor. Yo hamma dardlaringiz tugadi, yoki dardlar endi boshlanadi. Kimga mazza qildingiz? Izohlarda javoblaringizni albatta yozing.